Assalomu alaykum akalar. Bugungi obzorimizda sizlarga ikkita zo'r variantni olib kelib qo'ydik. Bittasi crossover variantimiz, bittasi sedan class variantimiz hisoblanadi. Ushbu mashinamiz yangi chiqqan BYD Celion 06 avtomobilimiz. Ikkinchisida esa BYD Chin L avtomobillarimiz hisoblanadi. Sizlarga obzorni boshlashdan oldin aytib qo'yaman akalar, bundan keyingi qanaqa avtomobillarimizni obzor qilishimizni xohlasanglar, past kommentariyalarda belgilab ketinglar. Like, podpiskani bosh esdan chiqmasin. Обязательно bosib qo'yinglar. Xo'p, obzorimizni BYD Celion 06 avtomobilimizdan boshlaymiz. Ushbu mashinamiz crossover kuzovga kiradi. Yangi chiqqan versiyasi ham bo'ladi. Chunki bundan oldin hali Celionlar chiqmagan. Celionning 6-seriyasi bo'ladi, 5 ham bor, 7si ham bor. Bu 6-seriya hisoblanadi. Ushbu mashinamiz 78-72 kilovatli akkumulyator bilan jihozlangan. Ushbu akkumulyator 245 ta ot kuchini o'ziga jamlaydi va 605 km masofani bosib o'tishni sizlarga ta'minlab beradi. Ushbu mashinamizda atrofini bitta aylanadigan bo'lsa, kuzovini bilmadim, men uchun juda ham go'zal kuzov hisoblanadi. Qanaqadir neobichniy ko'rib turganinglardek farlarni ham neobichniy qilib ishlangan. Как tumankasi past emas, tepada qilib joylashtirishgan ko'rib turganinglardek juda ham o'zgacha dizayn. O'zi BYD dan ko'p bilayotgan bo'lsanglar, oxirgi vaqtda har xil dizayndagi mashinalar chiqarishyapti. Farasini o'zgartiryapti, kuzovini o'zgartiryapti. Ichki salonniki vashi yetmasa ham bo'ladi. Okalar, bu mashinamizda har tomon kamera, juda ham ko'p kamerasi bor. Bitta bokovoy o'zida 3 ta kamera mavjud. Ko'rib turganinglardek mana 1, 2, 3 ta kamera va yon tomonga yana bitta lidar kamera hisoblanadi. Ushbu mashinamizda Slipoy zona, cruise control, avtoparkovka deysalarmi, hamma rejimi bor. Hammasi ishlaydi, ishlamaydi emas, hammasi ishlaydi. Hop, akalar, bu mashinamizga yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsa, ikkita zaryadlash porti bor. O'sha elektromobillar hammasi tegishli. Bittasi medlenniy, ikkinchisi bыстрый zaryadga hisoblanadi. Orqa tomonini sizlarga men bitta nima desam bo'ladi? Aytadigan narsa, men o'zim zo'r brend bor, dunyo taniydigan, ya'ni Germaniyaning brendi, sizlarga уже aytib ham qo'ydim qaysiligini. Qaysi modelini eslatyapti orqa tomon farasi. Bitta ko'rib o'tinglar. Men o'zim bu mashina chiqqandan keyin bitta mash farasini o'zidan xayolimga bittada urdi. Mercedes-Benz EQE-Class. Ya'ni yangi chiqqan EQE-Classlarni bilgan bo'lsanglar, farasi mana shunaqa poloskovoy bo'lib, qanaqadir ovalniy qilib chiqarilgan. Juda ham chiroyli vid beradi bu mashinaga. Bitta mashinamizning bagajini sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsa, bagaji вообще kenglagan. Ikkita odamni o'tirg'izib olib, bu yerda choyxonasini qilib ham bersangiz bo'ladi, bemalol ekan. Keling mana bitta ko'rsating. Ko'rib turganinglardek bagaji juda ham keng. 2 etapli bagaj bo'ladi. Bu mana tegidegisini tepaga bitta qavatga ham ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi. 7 kilovatli zaryadkalar deysizlar, 1,5 kilovatli zaryadka, o'ziga uzinitelniy zaryadka, ya'ni uzinitelniy qanaqa demoqchiman? O'zingizlarni mashinangizga ulab, boshqa o'chib qolgan mashinaga ham zaryadga qo'yib, ulab yondirsanglar bo'ladi va nasos, жидкость, треугольник и jiketlarigacha mavjud. Mashinamizda ko'rib turganinglardek hamma narsasi полный elektropaket, ruchnoy joyi yo'q. Har bitta joyi elektropaketda ishlangan. Ya'ni ichki salondagi har bitta detal ham faqat elektronik qilib ishlangan. Bitta orqa taraflarini sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, kengligi даже BYD Champion'ga qaraganda ozgina kengroq. Ko'rib turganinglardek Jin Audio akustika sistemasi, mashinamizda 13 ta Jin Audio akustika sistemasi mavjud. Ko'rib turganinglardek xromviy shu ochadiganlari, plastmassaviy zo'r qilib ishlangan, podsvetkalari mavjud. Endi mashinamizning kirligiga e'tibor bermaysizlar, chunki tamojniy skladda turibmiz. Mana ko'rib turganinglardek bemalol o'tirman, bir qarich joy bor oldimda. Va orqa tomon deflektor deysizlarmi, zaryadga qo'yish porti, hamma narsasi bor. Mana ko'rib turganinglardek zaryadga qo'yadigan USB porti va Type-C portlari mavjud. Mashinada chiroqchalari ham sensorni yonib o'chadigan hisoblanadi. Endi sizlarga bitta oldi tomonini obzorini qilib beradigan bo'lsak, yopilishlari ham lегкий. Please check if kissing front part. Oldi tomonni sizlarga obzorini qilib beradigan bo'lsam, to'g'risini aytaman, men o'zim вообще maza qildim. Sababi, men bu
Ekranni ko'ryapsizlar, 15.6 dyumli ekran. Bu kichkina narsa emas, okalar. Har tomon ko'rinish chiroyli. Mana bu yerdagi palasalarni qaranglar, mana rang-barang kombinatsiyani ishlatganini ko'rsanglarchi, deflektorli. Bu mashinamizda yangi qo'shilgan funksiyalari mavjud. Ya'ni head-up display. Head-up display uncha mashinada yo'q bilsanglar. O lilada 60 mingdan 50 mingdan oshuvli mashinalarda bor head-up displeylar. 50 vatli беспроводной zaryadka va undan tashqari eng kerakli bo'lgan, ya'ni bizanikilarga kerak bo'lgan xolodilnik mavjud. Bu mashinamizda mana ko'rsating. Xolodilnikimiz mavjud. Xolodilnik -6 gradusgacha sovutib beradi va +50 gradusgacha isitib bera oladi. Ko'rib turibsizlar, xolodilnik ham kichkina emas. Misol qish kunida qanaqadir suv olsanglar, muzdek suv bo'lsa, shuni qo'yib qo'yasizlar-da, isitib olib bemalol qo'rqmasdan ichib ketsanglar bo'ladi. Yana mashinamizni sizlarga aytadigan bo'lsam, BYD Champion'larda skors ko'radigan richak o'rta konsolda joylashgan edi. Hozir bo'lsa rulni orqasiga joylashtirilgan mana richakka. Ya'ni urasizlar, tepaga urasizlar va bitta parkovkani qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek, kameralarimiz juda ham tiniq ishlaydi. Oldi kameralarigacha bor. Va bitta parkovkani qo'yib qo'yamiz. Mashinamizda слепой zona, cruise control deysizlarmi, polasa удержания deysizlarmi, hamma funksiyasi bor. Ikkita tomoningiz полный kamera sizlarni bu palasadan narigi palasaga o'tkazib berish imkoniyatini sizlarga yaratib beradi. Bu mashinamiz полный panoramli tom bilan jihozlangan, ya'ni lyukli emas, shamolni kesib o'tish uchun полный panorama qilishgan. Lekin yomg'irli kunda juda ham chiroyli bo'ladi bu mashinamiz. Lekin dizayni o'ta go'zal, menga yoqdi. Например, mana bu o'rta konsoli juda ham chiroyli qilib ishlangan. Har bitta joyda akustika sistemasi. Yana bitta, mana bitta uxlab qolmasligingiz uchun kerak bo'ladigan kamerasi, ya'ni mavjud. Lidar kamera bu ham. Uxlab qolsanglar qanaqadir belgi beradi. Mashinamizda mana multifunksiyonalniy rul, hamma narsasi bor. Голосовое управление deysizlarmi? Yana qo'shimcha bu yoqdagi приложенияларni chiqarib berishmi yoki o'rta konsoldagi mana bu monitorimizdagi har bitta funksiyalarni chiqarib berish, polasa удержания, o'sha boya aytgandek 360 kameralargacha mana ko'rib turibsizlar. Avtoparkovkalari ham mavjud mana. Avtoparkovkani bitta bosib qo'yasizlar, parkovka qiladigan joylarni belgilaysizlar, bo'ldi, tamom. O'zi avtomatik parkovka qilib beradi. Bu avtomobilimizda qaysi brend, ya'ni qaysi modelga tegishliligini bilasizlar. Sababi bu haqida bundan oldingi videomizda obzor qilib joylashtirib qo'yganmiz videolarini. Ya'ni xarakteristika jihatdan hammasini bundan oldingi videoda biz aytib o'tganmiz. Ya'ni bu videomizda Scion bilan buni solishtirganmiz, ya'ni xarakteristik jihatdan bir-biriga mos kelgani uchun. Mashinamizni shu aytib o'tganimizdek Scion bilan bir xil pashti xarakteristikaga ega, faqat bunda baribir ot kuchi kamroq va akkumulyator kattaligi ham buniki sal kichkinaroq. Sababi bunda 78 va 72 bo'lsa, bunimizda 56 va 64 kilovatli akkumulyator hisoblanadi. Ot kuchi ham 218 ta okalar. Atrofida 12 ta kamerasi mavjud. Avtoparkovkaga, слепой zonaga, cruise controlga, palasadan palasaga o'tish funksiyalari hammasi bor bu mashinamizda ham. Endi kelsak, ko'rib turganinglardek, почти 1 bu mashina bilan просто u crossover versa, bunisi esa sedan klass hisoblanadi. Mashinamiz juda ham chiroyli. Ichki saloniga o'tsak ham bo'ladi, chunki agar bu mashina haqida yana ham to'liqroq ko'raman desanglar, bilaman desanglar, bundan oldingi videoga ham kirib ko'ringlar. Bu mashinamizni keling, mana ashtadan bitta ko'rsatib o'tay bunga. Ko'rib turganinglardek, juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Head-up display bor bunda ham, xuddi Scion-dagi. Polasa удержания, cruise control deysizlarmi, avtoparkovka deysizlarmi, hamma funksiyasi bor. Buni ham monitori 15.6 dyum o'ylayapsizlarmi? Crossover bilan sedan klassi monitori bir xil. Okalar, bu respekt deyish kerak bu narsaga. Ko'rib turganinglardek, o'rta konsolimiz, ya'ni torpedka tizimidagi konsolimiz ham почти bir xil ishlangan, faqat Scion-da ko'rganinglardek mana bu yerda polskoviy joylari bor, ya'ni podsvetkalari. Podsvetkasi unikilarga juda ham chiroyli edi. Mana bu mashinada qora salonga juda ham bagati ko'rinar ekan. Misol bu salonda, ya'ni bu mashinamizda bejviy salon ham bor. Meni o'zimga yoqqani imina mana shu qora. Ya'ni mana bu iplari bor, choklari. Mashinani o'ziga moslashtirib tikilganda, ya'ni bu mashinaga har tomonlama vidli berib qo'yadi.
Bu mashinamizda ham aytib o'tganimizdek, ikkita oldi sideniyasida abduf bor, abagrev bor va xolodilnik mavjud va header displeyimiz ham bor. Ushbu mashinada xuddi bunga o'xshagan, Selionga o'xshagan 50 wattlik bespirodniy zaryadka ham mavjud. Okalar, bu Selionni sal kichkinaroq varianti. Mana ko'rib o'tganinglardek, faqat bunda bitta plus tomoni ham bor. Bunda polniy panoramniy tom emas. Panoramasi ochiladi buniki, lyuki bor. Ko'rib turganinglarda lyuk mavjud. Bizani o'zbeklarga polniy panorama emas, baribir tepa tomondan sal bo'lsa ham havo kirib tursa, shamol bo'lib tursa, shu tomon kayfini berib qo'yadi. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsa. Sababi men o'zimga ham mashina minsam, например, polniy panorama emasda lyuk ochilib tursa, uni gashti boshqacha baribir. O'zinglar ham bilasizlar, kommentariyada yozib qo'yinglar, kimga panoramniy, kimga lyukli mashina yoqishini. Ikkalasi ham yoqmaydiganlar yozsanglar bo'laveradi, bemalol. Ko'rib turganinglardek, panoramasi ham kichkina emas. Почти Malibu 2niki bilan bir xil. Даже undan ham komfortliroq desak bo'ladi. Bu mashinamizni o'zingizlar bundan oldingi obzorini ham ko'rgansizlar. Bitta kommentariyaga yozib ketinglar. Qaysi O'zbekistondagi GM mashinasi bilan bu mashinani konkurensiya qila olamiz? Ya'ni xarakterik jihatdan, tortish kuchi, ot kuchlari, to'g'ri elektromobil bilan motori taqqoslab bo'lmaydi. Bu baribir ham xarakter jihati bor buni, tortish jihati, tezligi bor. Hamma tomonlama bitta o'zingizlar belgilab ketinglar, qaysi mashinani, ya'ni bu mashinaga konkurensiya bo'la olishini. Ko'rib o'tganinglardek mana xarakteristikasi почти bir xil. Ko'rinishi lekin juda ham asal bu mashinamizni. Orqa tomoni o'tgan safargi videoyimizda aytdim, bitta kommentariyada yozib ketinglar deb. Ya'ni mana orqa farasi qaysi BYD modeliga почти o'xshash qilib qilingan deb. Bu safar aytib keta qolaman. BYD Yuanab bilan BYD Han L avtomobillariga o'xshab ketadi. Sababi Hanniki ham orqa tomoni shunaqa ko'rinishda, BYD yozuvlari ham yonadigan variant edi uniki ham. Ya'ni BYD Handa yonmaydi, chunki BYD Han orqasida Build Your Dream deb yozib qo'ygan yozuv bor, uzundan uzun. BYD yozuvi yo'q. Ushbu mashinamizda mana bagajini ko'rsatib o'tamiz. Bagajimiz ochilishi elektronik, yopilishi ruchnoy hisoblanadi. Mana bagajni ruchnoy qilib yopib qo'yamiz sekingina. Mana mashinamiz zo'r. Orqa tarafdan ham ikkalasini bitta obzorini qilasiz. Bitta ko'rsatib o'ting. Ikkalasi ham o'ziga yarasha xarakter, o'ziga yarasha derskost deysizlarmi, ko'rinish, hammasi ikkalasiniki ham o'ziga yarasha. BYD Chin L, BYD Selion 06 avtomobillari. Bugungi obzorimizda sizlarga mana shu ikkita mashinamizni xarakter jihatini tushuntirib berdik. Ya'ni bir-biriga taqqosladik. Sababi ikkalasi ham birga bir emas, xarakter jihatdan bir-biriga o'xshash desak to'g'ri bo'ladi. Okalar, belgilab ketinglar. Kommentariyada keyingi obzorimizda qaysi elektromobil yoki gibrid avtomobillarni obzorini qilib chiqishimizni xohlaysizlar. Belgilanglar, podpiska bosinglar, like bosinglar, savollaringiz bo'lsa yozinglar hammasini. Nimadir noto'g'ri kamchilik joylarini aytib qo'ygan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kamchilik odam o'zi bo'lmaydi baribir. Bemalol yozsanglar bo'ladi. Bu ikkala mashinamiz ham hozirgi vaqtda bizda savdoda mavjud. Agarda kerak bo'lsa, pullarini bilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni narxini yoki joylashishimiz qayerda, nomerlarga aloqaga chiqsanglar, biz sizlarga to'liq ma'lumotni beramiz. Xudo xolasa bu mashinamizda hozircha savdoda mavjud, lekin sanoqli qolgan. Hozirgi vaqtda mana bu BYD Chin L avtomobilimiz ko'p joyda savdoda yo'q. Hozirgi vaqtda faqat bizda desak ham bo'ladi bu mashinamizni. Shuning uchun tezroq bizga aloqaga chiqinglar. Ya'ni to'liqroq ma'lumot olinglar. Xudo xolasa narxlarini ham tushuntiramiz va to'lov shartlarini ham sizlarga aytib o'tib ketamiz. Okalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.